Assalomu alaykum. Ikkinchi mavzumiz bank hujjatlari, hujjatlar aylanishi va bank nazorati. Buni quyidagi reja bo'yicha ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz banklarda hujjatlashtirish ishlarini tashkil etish, ikkinchi rejamiz hujjatlar va ularning turkumlanishi, uchinchi rejamiz hujjatlarning aylanishini tashkil qilinishi va bank ichki nazorati. Banklarda o'zi har bir amalga oshirilayotgan operatsiya hujjatlar bilan amalga oshiriladi. Hujjatsiz hech bir operatsiyani o'tkazish imkonsiz. Biz bu yerda ikkita katta guruhga bo'lib olamiz, ya'ni qog'oz shaklidagi hujjatlar hamda elektron hujjatlarga bo'lamiz. Elektron hujjatlar elektron raqamli imzo bilan rasmiylashtiriladi. Qog'oz shakldagi hujjatlar muhr va imzolar bilan rasmiylashtiriladi. Har bir hujjatda operatsiyaning maqsadi aniq bayon etiladi. Bo'yash, chizishga yo'l qo'yilmaydi. Elektron hujjatlar masofaviy xizmatlar ko'rsatuvchi elektron tizimlar orqali, ya'ni bank mijoz, internet banking, mobil banking, SMS banking xizmatlari orqali shakllantiriladi. Hujjatlarning asosiy rekvizitlariga keladigan bo'lsak, hujjatning to'liq nomi, hujjat raqami va to'ldirish sanasi, mahsulot sotuvchi va oluvchi korxonalarning to'liq nomi, shu korxonalarning bankdagi hisob raqamlari, ularga xizmat ko'rsatuvchi banklarning nomi va kodi, operatsiyaning mazmuni, to'lanadigan summa, imzo va muhr. Hujjatlarning turkumlanishi. Hujjatlarni asosan ikkiga bo'lamiz. Mijozlar tomonidan rasmiylashtiriladigan hujjatlar, banklar tomonidan rasmiylashtiriladigan hujjatlar. Bunda asosiysi mijozlar tomonidan yoki korxona, jismoniy shaxslar tomonidan rasmiylashtiriladi. Bunga asosan to'lov talabnomasi, to'lov topshiriqnomasi, cheklar, kassa cheki va boshqalar ko'rishimiz mumkin. Banklar tomonidan memorial order, kirim-chiqim jurnallari rasmiylashtiriladi. Yana hujjatlarni mazmuniga ko'ra 3 ta katta guruhga ajratishimiz mumkin. Naqd pulsiz hisob-kitoblarda hujjatlar, naqd pul bilan bog'liq kassa hujjatlari, balansdan tashqari hisob-varaqlar bo'yicha hujjatlar. Naqd pulsiz hisob-kitob hujjatlari bu naqd pulsiz hisob-kitob to'g'risidagi nizomga asosan hamda ulardagi ilovada ko'rsatilgan hujjatlar namunalariga asosan yuritiladi hamda to'ldiriladi. Naqd pul bilan bog'liq kassa hujjatlari bu Markaziy bankda naqd pul hisob-kitoblarini tashkil etish, kassa va inkassasiya ishlarining to'g'risidagi yo'riqnomaga asosan, ya'ni 3028 bilan Adliya vazirligidan o'tgan yo'riqnomaga asosan amalga oshiriladi. Bunda o'sha naqd pul bilan bog'liq barcha hujjatlar, kirim kassa, chiqim kassa, to'lov cheki va boshqa hujjatlar kiradi. Balansdan tashqari hisob varaqlar bo'yicha hujjatlar. Bunda balansdan tashqari bank balansining balansdan tashqari bo'limiga kirim qilinadigan barcha buxgalteriya yozuvlari uchun ushbu hujjatlar to'ldiriladi. Banklarda hujjatlar aylanishini tashkil qilish. Banklarda hujjatlar aylanishi, ya'ni bosh buxgalter tomonidan vakillik hisob raqamini solishtirmasi tugagandan so'ng hamda fail kelguncha bo'lgan davrda hujjatlar shakllantiriladi va bunda bankda har kuni bank amaliyoti tugagandan keyin axborotlar o'rnatilgan tartibda arxivlanadi. Bank amaliyot kuniga tegishli buxgalteriya hujjatlari ularni saqlash muddatlari bo'yicha alohida yig'majildlarda tikilgan holda saqlanadi. Yakunlangan kun hujjatlari keyingi bank 3 kundan kechiktirmay rasmiylashtirilishi lozim. Muqovada buxgalteriya hujjatlari soni va umumiy summasi bo'yicha ma'lumotlarni tayyorlagan xodim bosh buxgalter yakuni o'rinbosarlari imzosi bilan tasdiqlanadi. Bu yerda o'sha bitta kirim kassa hujjatini aylanishi ko'rsatilgan, ya'ni mijoz tomonidan nazoratchiga uchrashadi. Belgilangan tartibdagi 001 shakldagi e'lon yoki kirim kassa orderi to'ldiriladi.
uning qarshi qismi mijozga berilib, asosiysini nazoratchi tomonidan kassirga beriladi. Karshokdagi raqam bo'yicha kassa mijozni chaqiradi hamda kirim pulini sanab, kirim hujjatini tasdiqlaydi. Kvitansiya mijozga taqdim etadi. Bu vaqtda nazoratchi tomonidan o'sha buxgalteriya hisobida aks ettiriladi. Kun oxiriga kelganda kassa bilan sverkalarni amalga oshirgandan keyin tasdiqlanadi va dastlabki joriy yakuniy nazoratlardan o'tkaziladi. Tijorat banklarida ichki bank nazorati va uning turlari. Dastlabki joriy yakuniy nazoratga bo'linadi. Dastlabki nazorat asosan front office tomonidan amalga oshiriladi. Bunda birlamchi hujjatlarda to'g'ri to'ldirilganligi, xatolar yo'qligi, muhr va imzolar to'g'riligi, o'zidagi namunaga mos kelishini tekshirib, maxsus dasturga kiritiladi. Joriy nazorat asosan bosh buxgalter tomonidan amalga oshiriladi, ya'ni birlamchi hujjatni qayta tekshirib tasdiqlanadi. Yakuniy nazorat bank ish kuni tugagandan so'ng ertasi kun amalga oshiriladi, ya'ni barcha hujjatlar tikilib, jamlanib tikilgandan so'ng yakuniy nazorat xodimi tomonidan qaytadan balans bilan tekshirib chiqiladi. Barcha hujjatlar to'g'riligi aniqlangandan so'ng o'sha bank buxgalteriya hujjatlarining muqovasiga imzo qo'yadi. Yig'machilikning muqovasiga imzo qo'yadi. Biz bu yerda naqd pul hisob-kitoblarda ishlatiladigan to'lov hujjatlarini ko'rishimiz mumkin. Memorial order, buni to'ldirish tartibini ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Bunda asosan memorial order raqami, sanasi, oluvchi va mablag' to'lovchining nomi, hisob varaqlari, INNisi, summa so'z bilan, raqam bilan hamda tasdiqlovchi xodimlar ko'rsatilgan. Kirim kassa orderi, bu yerda aholidan bir martalik to'lovlarni qabul qiluvchi blank, naqd pul cheki. Bu naqd pul cheki asosan tashkilotlarda o'z ehtiyojlari uchun naqd pul olish uchun ishlatiladi. Chiqim kassa orderi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.